Assalomu alaykum qadrli beruniqlar. Sizlar bilan Atomic kompaniyasining Beruni filiali. Bizlarning bugun challenge'imizning 4-kuni. 4-kunimizda bizlarning eng yaxshi va eng mashhur mahsulotimizdan biri bo'lgan mahsulot bu Hemahim. Kellani ishlatib ish qilsang bo'lmasmidi? Men o'ylab ish qildim. Yana so'q qilganman uni. Bu mahsulotimiz haqida ma'lumotlar berib o'tsam, bu mahsulotimiz GMP standartlaridan o'tgan, bundan tashqari halol sertifikatiga ega, dorimiz jahon standartlaridan qo'llanib Ushbu mahsulotimizning foydalari dim ko'p ekan. Bundan tashqari 200 dona dardga davo bo'la oladi. Rak kasalligining oldini oladi ekan. Bundan tashqari yurak qon tomirlarining kengayishini hamda yaxshi ishlashini foydali bo'ladi ekan. Hamda qon bosimini me'yorda ushlab turadi ekan. Bundan tashqari sahar kasalligidan ham davo hisoblanadi ekan. Ushbu mahsulotimiz yosh kattalarga ham, yosh kichkinalarga ham, bundan tashqari ko'p ishlaydigan odamlarga tavsiya qilinadi. Ushbu mahsulotimiz haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun bizlarning Telegram kanalimizga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. Telegram kanalimizda bo'lsa, videoda qoldiraman, bemalol kirib, ushbu mahsulot haqida ko'proq ma'lumot va narxlarni tushuntirib bilib olsanglar bo'ladi. Aziz obunachilar, hali unutmang, bizlarning bundan ham ko'p mahsulotlarimiz hali oldinda, bizlarda bundan ham ko'p mahsulotlarni hali obzor etamiz. Shuning uchun bizlarga obuna bo'ling. Keyin shuni unutmang, Atomic kompaniyasi sizni va sizning oilangizda o'ylaydigan kompaniya.